Kechirimlar so'rayman takror. Dada sizni yaxshi ko'raman. Jonlarimdan mehribon dadam, so'zlarimdan mehribon dadam. Aziza, dada sizni yaxshi ko'raman. Jonlarimdan mehribon dadam, so'zlarimdan mehribon dadam. Kamtar dadam pokson dadam, dada sizni yaxshi ko'raman. Dardinga o'ralgan dunyo, tashvishlardan yaralgan dunyo, aytolmadim shu so'zni go'yo. Rasmga tushishi alohida vaqt beriladi. Otajonimizga atalgan surprizlar bo'lsa marhamat olib kelishlaringiz mumkin. Hamki mehringizga to'ymasam hamki, Azizlar, sovg'alar bo'lsa olib kelishlaringiz mumkin marhamat. Hamki dada sizni yaxshi ko'raman. Joningiz bunchalaram keng, jon bolaman jonim bolam deng. So'zlaringiz tillolarga teng, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadaman mehribon dadam, so'zlaridan mehribon dadam. Kamtargina pokson odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadaman mehribon dadam, so'zlaridan mehribon dadam. Kamtar dadam pokson dadam, dada sizni yaxshi ko'raman. Yegan har o'g'il qizni, sog'inmay o'stirgan bizni, ota bo'lib tanginadim sizni, sizni yaxshi ko'raman. Dardin yegan har o'g'il qizni, sog'inmay o'stirgan bizni, ota bo'lib tanginadim sizni, dada sizni yaxshi ko'raman. Jonlarimdan mehribon dadam, so'zlaridan mehribon dadam. Kamtargina pokson odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Jonlarimdan mehribon dadam, so'zlaridan mehribon dadam. Kamtar dadam pokson dadam, dada sizni yaxshi ko'raman. Moqina.com. Dada sizni juda ham yaxshi ko'raman. Jonim dadam, hayotimga ziyokorim shamsu qamar. Jonim dadam, qiblagohim buzrukvorim siz mu'tabar. Jonim dadam, hayotimga ziyokorim shamsu qamar. Jonim dadam, jonim dadam, jonim dadam, yuksak nazar. Jonim dadam, jonim Azizlar, rasmga tushishi alohida vaqt beriladi. Otajonimiz hamda onajonimiz uni yolg'iz qoldirishlar. Rasm tushishi alohida vaqt beriladi azizlar.
o'yin kulgu rasm tushishga alohida vaqt beriladi. Ovozga diqqat qilamiz, jimliksa qilamiz. Avvalambor assalomu alaykum deymiz, hurmatli xonimlar va janoblar, mehmonlar va mezonlar. Bugun Navoiy viloyati Navbahor tumani Serduloq qishlog'ida ajoyib kun. Hamdon bobo otajonimizning shukrona kunlari munosabati bilan yig'ilib turgan siz aziz mehmonlarimizga yaxshi kayfiyat istagan holatda otamizni o'zim nomimdan qolaversa o'ta omad kompaniyasi nomidan chin yurakdan qizg'in muborakbod etamiz. Oilangiz baxtiga hamisha sog' bo'ling. Ota, ostonangizga qadam ranjida qilishimizdan salomroq bizga o'g'il qizlaringiz, kelinlaringiz aytishgan. Bugun bizning otajonimizning shukrona kunlari. Otajonimizning shukrona kunlarini esda qolarli chiroyli qilib o'tkazib berasizlar deyishgan. Shundaymiz, otajonimiz aslida qanaqa insonlar deganimizda azizlar e'tibor beramiz. Ular aytishdiki, bizning otamiz, bizning onamiz bu dunyodagi eng chiroyli ota-ona. Bizning otamiz, bizning onamiz bu dunyodagi eng mehribon ota-ona. Bizning ota-onamiz biz yoshlik qilib ko'ngillarini ortib qo'ysak ham bizdan xafa bo'lmasdan har qadamda duo qiluvchi ho'kizor ota-ona. Biz shu paytgacha kimningdir otasi, kimningdir onasiga qarab havas qilmaganmiz. Chunki bizning ota-onamiz bu dunyoda bitta deyishdi otajon. Endi qarab tursam, sizlar bu dunyodagi eng omadli ota-ona ekansizlar. Chunki sizlarning shunaqa farzandlaringiz qolaversa, shunaqa yaqin insonlaringiz bor. Ha azizlar, biz insonlar ko'p narsaga ojizmiz aslida. Onajonlarimiz, otajonlarimiz chiroylari, mehrlarini har qancha chiroyli so'zlar bilan ifoda etishga harakat qilsak ham, kezi kelganda har bitta so'zimiz ojizlik qilar ekan. Shunday bo'lsa, bugun biz qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Otajonimiz ko'ngillarni olishga qolaversa, bugungi kechamizni uzoq vaqt xotiralarda o'chmas iz bo'lib qolishiga o'z hissamizni qo'shamiz degan umidamiz. Otajonimizga atalgan she'rimiz bor, ota. O'g'il qizlaringiz nomidan qabul qilasiz she'rimizni. Kerak emas. Kerak emas menga go'zal koshonalar. Qadam bosing oltin bo'lar ostonalar. Bilib qo'ysin do'stu dushman masonalar. Siz bor uyni fayzlar o'rab turar ota. Manzilimni omad so'rab turar ota. Qimmatligim dunyolarini boyligidan. Uyalmang hech bellaringiz joyligidan. Ishonchim bor uyim jannat joyligidan. Siz bor uyni fayzlar o'rab turar ota. Manzilimni omad so'rab turar ota. Ismingizni faxr bilan aytsam kimga? Ha, otangiz yaxshi inson deydi menga. Otajonim, mendek bo'lsin o'g'lim deydi. Siz bor uyni fayzlar o'rab turar ota. Manzilimni omad so'rab turar ota. Xo'p, onajonimizga ham she'rimiz bor. Onajon. Onajon quvonch ko'z yoshlari. Hamisha otajonimiz yonlarida bo'ladi. 100 yoshga kirganda ham biz kabi insonlar xizmatida bo'lsa otamizni, shunda ham xuddi shunaqa quvonch ko'z yoshlari bilan kutib oling o'sha kunlargacha. Hali hamon g'urman men. Yonimdagi jannatimni ko'ra ko'rman men. Chin manzilim yonimda-yu, uzoqlarni ko'zlayman. Yongirangda yuribman, qaniganing sezmayman. Dunyoga keltiribsan, oq yuvib oqtiribsan. Umri uzoq bo'lsin deb yaratgandan so'rabsan. Erta tong kuzatibsan, tun bo'yi yo'l qarabsan. Menchi o'ynab kulibman, zerikmayman, bezmayman. Yongirangda yuribman, qaniganing sezmayman. Oy o'tar ekan, yil o'tar ekan. Kun botib tong otar ekan, lekin ona yuzor farzandini nima bersa shuni yetar ekan. Qaraganda hatto non ham oshqozonga botar ekan.
yumshoq nonga qaymoq solib choyga qo'shib beraman. Yongirangda yuribman, qaraganingizni sezmayman. Chin do'stni olisdan izlama do'stim. U sening yoningda har lahza har on. Biri duogo'y bo'lsa, biridir qoya. Ota ona yoningda bo'lsa kifoya. Do'stingman deb bilganing bo'lganda dushman. Otam bor, onam bor, men mag'rur xushman. Qo'rqmayman hech qanday shikast olishdan. Qo'rqanim ularsiz yolg'iz qolishdan. Soxta do'st qadoqqa sharob qo'yar ekan, senga xiyonatlari bag'ringga uyar ekan. Bu holingda dushmaning ham don ko'rganda, ota, onang, bolam deb chindan kuyar ekan. She'rda o'tirgan aziz insonlarimizdan bitta narsani o'tirib so'rab qolamiz. Jannatning yasiligilar bo'lmish. Onajonlarimiz hamda otajonlarimiz shaniga bitta chiroyli qarsak bo'lsin azizlar. Rahmat hammaga. Otajonimiz o'g'il qizlarini, opalarimizni, qolaversa akamizni sahnamizga kelishlarini so'raymiz. Otamiz haqida so'zlar eshitamiz. Otamiz shaniga so'zlar eshitamiz marhamat. Otangizga tushdimi? Eshitamiz marhamat. Azar diqqat qilamiz, otajonimiz nabiralaridan so'znomatini eshitamiz marhamat. Kimniki? Avvalambor meni shu darajaga yetkazishga yordam bergan, meni hamma kamchiliklarimni, nima bo'lsa hammasini ko'targan bobomga rahmat, momamga, oyimga, dadamga, hammalaringizga rahmat. Azizlar. O'qiyapsan, azizsan, yig'lama. Oxlading. O'tinglar, tabriga boringlar, o'tiringlar, to'xtamanglar. 100 yoshga kiring, baba, baxtingizga sog' bo'ling. Bitta she'r ayt. Hammamiz o'sha yaxshi kunlarimizni, bir yaxshi joyda ishlaganlarimizni, to'ylarimizni, boshqa hammasini ko'rish nasib qilsin sizlarga. She'r ayt bitta. She'r. To'rtlik. Eng hozir she'r kelmaydi. Kim aytadi sen oliy ma'lumotli odam? She'r ayt. Hammalar yig'ladinglar, men ham yig'ladinglar. O'tinglar, kelinjonlar, tilaklaringiz samimiy joylar. Siz so'z bilan otajonimizni quchoqlab bo'lib qo'yasiz. Bular kimniki? eng tabarruk inson dadasiz yaxshi Telefon seniki. Hamma bobomizning katta kelinlari, qizlaridek bo'lib qolgan kelinlardan eshitamiz so'znomatini marhamat. Avvalambor shu tug'ilgan kuniniz bilan tabriklayman. Bu yoshlarning ko'pini ko'ring. Farzandlar boshida sog' bo'ling. Nevaralaringizni o'ynab kulib yurishini tomosha qiling. Mana shu oilaga kelin bo'lib qiz qabul qilgansiz. Otam o'rniga sizni ota deb kelganman shu yerga. Hamisha har doim shunday sog' bo'ling baxtimizga. Nimaga niyat qilgansiz hammasini ko'rishlaringizni xohlayman. Oyijon bilan baxtli bo'ling. Onam o'rniga onasiz, otam o'rniga otasiz. Shu yerga keldim, qizim deb qabul qilgansizlar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Rahmat, qarshilar azizlar. Dunyoda eng tabarruk inson dadasiz yaxshi ko'raman. Alamlarim ko'zlarim yoqay, chopay. Kichkina o'g'li. Endigi so'znomatni otajonimizning merosxo'r o'g'illari, erkatoy merosxo'r o'g'illaridan eshitamiz marhamat, qarshilar. Avvalom dadajon tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Shu yoshlar ko'pini ko'rib yuring. Ana Bizlar boshimizga nabiralaringiz boshiga sog' salomat bo'lib, oyijon bilan qani? Eshaki. Oyijon, Boring. Bu telefon kimniki? oyijon bilan o'sha qarib nabira chevaralardan to'ylarni ko'rib yurishni nasib qilsin sizlarga. O'sha paytlarda ham mana shunday davron to'rlarni aytishga bermay ko'rkini
nima qilib Bolam gapirma.